Assalomu alaykum. Ijtimoiy taraqqiyot uchun keng imkoniyatlar yaratilayotgan bugungi kunda ayrim yoshlar qing'ir yo'llar bilan oson daromad topishga urinishmoqda. Bunday noqonuniy xatti-harakatlar esa bilasizki, jamiyat xavfsizligiga tahdid soladi. Navbatdagi holat ham aynan shunday nojo'ya qadamlardan biridir. 2 nafar qiz jamoat hojatxonasida giyohvand sintetik moddalarni qadoqlayotganda ularning shubhali harakatlari hojatxona tozalovchisining e'tiborini tortdi va u bu haqda patrul post xizmati xodimlariga xabar berdi. Xizmatimiz davomida savdo kompleksida tozalovchi bo'lib ishlaydigan ayollar kelib, 2 nafar ayol kishi xonaga kirib, ancha vaqtdan beri chiqmayotganligi haqida xabar berishdi. Nima maqsadda oldingiz? Buddan oldik. Nimaga oldingiz? Pulga? Tushunmayapsiz. O'shani oldingiz, nimani qilmoqchi edingiz? Ya pul ishlash uchun. Lokatsiya tarqatasiz. Yo'q, olganmiz-da. Hop. Lokatsiya hali tarqatmadik. Aha. O'shani kimgadir bermoqchimi? Ha, o'shani gruppadan topuvdik. Bыстро заработок qilsa bo'ladi-da. O'sha bo'yicha yozdik, oldik. Bu nechinchi marta ishlashingiz? Birinchi bitta o'ris Liza degan qiz yozgan. O'sha ko'p o'sha mashincha pul bo'ladi. Bir haftada boshqa degan o'shanga qiziqib yozdik. O qizni taniysizmi? Yo'q, u gruppada Krasnodarda dedi, chetda dedi. Qani, o'zingiz ham iste'mol qilib turasizmi? Umuman iste'mol qilmagansiz. Nima ish qilasiz? Proyektlar bo'yicha sotuv bo'yicha ishlayman. Yoshingiz nechida? 20. Yosh qiz ekansiz hali. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Endi nima bo'ladi yo'q? Aniq savol bermaydi. Faqat onlayn, umuman qo'ldan olmaganmiz. Onlayn bergan, hali tarqatmagan edik ham. Qo'limizda edi, faqat sumkamizda edi. Pul ishlash uchun kredit kontrakt bo'yicha. Pul ishlash boshqa yo'llari ham bor-ku. Bu noqonuniy bilarmidingiz o'zi noqonuniyligini buni? Bu uchun jinoiy javobgarlik borligini bilarmidingiz? Bilardik, bilmadikda, xato qilib qo'ydik. Afsusdaman, boshqa qilmagan bo'lardim. Kechirim so'raymiz, boshqa qaytarmaymiz. Bu yerga xolislar bilan borib, eshikni taqlatganimizda eshikni ochishmadi. Kalit yordamida ochib, fuqarolarni xolislar ishtirokida tekshirdik. Tekshirish davomida ularning yon sumkasidan 20 dona polietilen paketga o'ralgan kristalsimon noma'lum modda borligi aniqlandi. Holat yuzasidan navbatchilik qismiga zudlik bilan axborot berildi. Voqea joyiga tezkor tergov naryati yetib keldi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ko'pchilik avtomobil yuvish shoxobchalarida kalitni mo'ykachilarga topshirmang degan yozuvli ogohlantirish bo'lganiga qaramay, afsuski ayrim haydovchilar bu qoidaga amal qilmaydilar. Natijada esa bir qarashda oddiy e'tiborsizlik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Navbatdagi tungi reyd davomida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan yuqori tezlikda harakatlanayotgan avtomobil to'xtatildi. Tekshiruv jarayonida haydovchining umuman haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Eng hayratlanarlisi esa u mazkur mashinani avtoyuvishda xizmat ko'rsatish vaqtida olib, sayr qilib kelishga qaror qilgan. Nima xodimni to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan qochib? Yo'q, ko'rmay qoldim. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q, o'zi mashina sozlagani olib kelgan, ximchiska qildik. Uspet qilmadim orqasiga. Shu uyga haydab ketdim, kech bo'lganda. Shundan hozir hujjatlaringiz joyidami? Yo'q, hujjat yo'q, hujjatim yo'q. O'shaning uchun qochdingizmi? Yo'q, qochganim yo'q. Mashinani egasi ximchiska qilish uchun, mo'yka qilish uchun bunga berib ketgan. Bu ximchiska qilib olib chiqib haydab berdi. Siz mo'ykada ishlaysizmi? Mana servis ishlaman. Men Mustang borki, servis. Men Mustangdan asli uyga ketdim bu yoqqa. Mana orqasi terilmagan, ko'rsangiz ham bo'ladi, videoga olsangiz ham. Shunda mashinani egasi biladimi haydab yurganingizni? Yo'q, hozir yo'q, uni bilmaydi. Просто o'rdan uyga ketaman dedim-da, kech bo'lib ketdi-ku mana. Tegishli hujjatlaringiz yo'q ekan haydashga. To'g'ri, meni aybim bor. O'zi haydovchilik guvohnomangiz bormi? O'zi tegi bormi? Yo'q. O'qimagansiz. Holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Avtobus vaqtinchalik saqlash uchun jarimadan qo'yib turamiz. Demak, mashinaning egasi umuman bexabar mashinaga minib ketgandan. Bunga qanaqa chora ko'riladi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135 va 194-moddasi bilan
ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Qonun talablariga beparvo munosabat ba'zan kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jarimani o'z vaqtida to'lamaslikdan boshlangan oddiy holat oxir oqibat fuqaroning qidiruvga berilishiga sabab bo'lgan. Yo'l patrul xizmati inspektorida shubha uyg'otgan Damas rusumli avtomobil to'xtatilganda haydovchi qidiruvda ekanligi aniqlandi. Videoga olmang. Nimaga videoga olyapsiz? Ma'no o'sadi. Ma'no o'sadi. Yuz berkitiladi. Yo'q. Boshqasikimi? Qo'lingizni oling. Bo'ldi, o'tiring. Haydang. Bektemir tumani Xonobod ko'chasida Damas avtobusi to'xtatilganda mashina qidiruvdaligi aniqlandi. Sababi 3 million 294 ming qarzdorligi bor. Bitta qarzdorligi bor. Vaqtinchalik zamin qo'yiladi. Azizlar, ogoh bo'ling, belgilangan tartib qoidalarga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.